Bu safar 3D printerdan o'zgacha bir matoh chiqardim. Vazifasi juda sodda, lekin uni bu matohimiz juda ham qiziq yo'l bilan bajaradi. Qala, yoqdimi? Hozirgi davrda bu matoh uchun ehtiyoj yo'qdir, lekin bolajonlarni fizikaga qiziqtirish uchun juda ham qo'l keladi. Ha! Ha! Yasash uchun yanada yaxshiroq g'oyalarni izohlarda kutib qolaman. Bu safar 3D printerdan o'zgacha bir matoh chiqardim. Vazifasi juda sodda, lekin uni bu matohimiz juda ham qiziq yo'l bilan bajaradi. Qala, yoqdimi? Hozirgi davrda bu matoh uchun ehtiyoj yo'qdir, lekin bolajonlarni fizikaga qiziqtirish uchun juda ham qo'l keladi. Ha! Ha! Yasash uchun yanada yaxshiroq g'oyalarni izohlarda kutib qolaman.